soliq ko'p to'lashni xohlamaysizmi? Unda bu video siz uchun. Ko'pchilik tadbirkorlar katta xato qiladi. Oborotim 1 milliarddan kam. Demak, menga 4% aylanma soliq qulay va ancha arzon tushadi deb o'ylaydi. Ammo ba'zi holatlarda endeks va foyda solig'i ancha arzon tushishi mumkin. Keling buni real misollar bilan ko'rib chiqamiz. Yillik savdo 530 million so'm, xaridlar esa 450 million so'm. Aylanmadan olinadigan soliq 4%lik, 530 million so'mda 4%, 21 million 200 ming so'm bo'ladi. Endeks va foiz solig'i esa sotuv ichidagi endeks 56 million 700 ming so'm bo'ladi. Xarid ichidagi endeks 48 million 200 ming so'm bo'ladi. Byudjetga to'lanishi kerak bo'lgan endeks 8,5 million so'm bo'ladi. Foydamiz 71 million 500 ming so'm bo'ladi. Foyda solig'i 10 million 700 ming so'm. Jami solig'imiz umumiy soliqda 19 million 200 ming so'm bo'ladi. Aylanma soliqda esa 21 million 200 ming so'm bo'ladi. Natijada endeks rejimi 2 million so'mga yaqin foyda bilan chiqadi. Agar ijara, kommunal, ish haqi va amortizatsiya xarajatlari ham hisobga olinadigan bo'lsa, soliq bundan ham kamayishi mumkin. Bundan keyingi videolar qanaqa mavzuda bo'lishini xohlaysiz? Izohlarda fikringizni qoldiring.